O'zbekiston, assalomu alaykum. Chinaway Logistics YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun ham mana Shahboz akamiz bilan xudo xolisa Chinaway tarixidagi eng katta narxga olib keltirilgan zakazlar haqida gaplashamiz. Shahboz aka, shaxsiy tajribangizdan kelib chiqadigan bo'lsak, eng qimmat narxlarga nimalar olib keltirgansiz Xitoydan? Assalomu alaykum barchaga. Biz tajribamizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, shu paytgacha keltirgan eng kattasi 550 ming dollar qiymatdagi stanok bo'lgan. Qanaqa stanok? U sochiq ishlab chiqaradigan stanok. To'qiydi, uni ipini o'raydigan polna liniya liniyasini olib bergandik. U butun boshli zavodmi? Butun boshli ishlab chiqarish bo'ladi. Faqat ipni qo'yiladi, ipdan kurtka qilib, uni barabarni terib, undan keyin to'qib, shunaqa. O'zi shunaqa stanok, mana bu ishlab chiqarish mahsulotlarini qaysi saytlardan o'zi topsa bo'ladi Xitoyda? Asosan Alibabani inglizcha varianti. Alibaba inglizcha varianti bor yoki bo'lmasa Made in China. Made in China degan u ham programma bor. U yerda ham yaxshi xitoyliklar turadi. Keyin 1688. Bu o'sha Alibabani xitoycha varianti. Undan ko'proq foydalanamiz. U yerga yozgan vaqtingiz u yerda hammasi xitoyliklar. Xitoycha yozganingizda sizda xitoylik deb o'ylaydi. Bu Alibaba inglizcha международный variantda siz yozsangiz biladi, siz chet elliksiz, u yoqda yozilgan O'zbekiston va registratsiyangizda u biladi. Ular u yoqda hamma bo'rilib o'tiradi, xullas. Eksport bilan ishlaydigan kompaniyalar u yerda. 1688 da bo'lsa, xitoy tilida yozganingizda ular sizni xitoylik deb o'ylaydi. 1688 ni o'zi ma'nosi ham Alibaba degani, faqat xitoychada. Aytib berganda Yaolibabami? Yaolibaba. Yaolibaba. Shunaqa. U demak 1688 men o'ylashimcha u Xitoy, aynan xitoyliklar uchun ishlab chiqarilgan. Shunaqa. Masalan, u Alibaba международный davlatlar uchun Xitoyda o'zini ichki savdosi uchun 1688. Tushunadi. Lekin masalan siz xitoycha yozdingiz, lekin uni sotib olayotganda O'zbekistonga deysizmi, shunda qanaqa bo'ladi? Endi oxirida aytasiz uni. Oxirida. Ungacha siz o'sha narxni bilib, savdolashib bo'lgan bo'lasiz. Oxirida ular ham hayron qolsa kerak-ku. Oxirida aytasiz. O'zi umuman aka, hozirda 2025-yilda Xitoy bilan O'zbekiston o'rtasidagi logistika sohasi rivojlanadimi? Qanaqa o'zi tempda ketyapti? Endi hozirgi vaqtdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, menimcha ancha rivojlanish kerak. Chunki hozir yaqinda bezvizaviy rejim amalga kuchga kiradi. Xudo xolasa, keyin o'zimizdagi ko'plab tadbirkorlarimiz ham, men bilganlarim kutib turibdi. Xitoy bilan ishlamaganlari ham, boshqasi ham borib bir ko'rib kelmoqchi. Endi borganda bekordan bekor ko'rib kelmaydi hech qaysi. O'ziga kerakli narsasini topadi, narsasini savdolashadi. Endi mening fikrim, mana shu keyingi 5 yilga Xitoydan kiradigan tovar, xomashyo, siryo, stanok soni yana ham oshadi. Demak, bu yog'iga o'sha savdo oldi-sotdisi yana ham rivojlanadi. Yana ham rivojlanadi. Endi qancha yuk ko'paygandan keyin logistikaga ham ish bo'ladi. Masalan, so'nggi 5 yillikni oladigan bo'lsak, Xitoyda o'sha mashinik sotuvchilar deymizmi, menejerlar o'sha pulni aldab yechib oladiganlar ko'payganmi, kamayganmi? Hozir qanaqa va ularga qarshi qanaqa yechimlar bor masalan? Endi so'nggi 5 yil bo'yicha gapiradigan bo'lsak, avvalgiga qaraganda hozirga ozgina ko'paygan. Buni yechim sifatida nimani ayta olaman? Xitoydan tovar sotib olayotganda обязательно Xitoyning ichida bitta shartnoma qilib qo'yish kerak bo'ladi. Xitoy ichidagi boshqa ishlab yurgan tadbirkorlar bo'lsa biladi. Do'stini firmasi orqalimi boshqa joydan olayotganiga bitta shartnoma qilib qo'yish kerak. Shartnoma qilib qo'ysa, u bexavotir bo'ladi. Ertaga u ikkinchi tomon aldashga qo'rqib turadi. Tushunarli. Keyin bitta narsa, o'zi Xitoydan kelayotgan tovarlar, masalan, o'sha yuk mashina orqali keladigan bo'lsa, trak bilan keladigan bo'lsa, через Qirg'iziston kirib keladi faqat. Shunaqa. Boshqa yo'l bilan Qozog'iston orqali ham kelish mumkin.
lekin hozirda u kam narxi balandligi tufayli. Qozog'iston orqali kelsa narxi baland bo'lib ketib Ha, qoladi. yo'l kirasi uni ozgina baland. Qozog'iston orqali qaysi yo'nalishda kiradi? Poyezd orqalimi? Ha. Yo'q, u fura u ham Xargosga borib yo Alashankovga borib, u yerdan tovar keyingi qozoqni mashinaga ortiladi, o'zbekni mashinaga ortilib, fura bilan kirib keladi Qozog'iston. Masalan, mashinalarda aytadi-yu, Xargosda turibdi. U mashinalar faqat elektromobillar Qozog'iston orqali keladi. Yo'q, ular endi Ko'pincha videolarda aytiladi. Xargosda. Xargosda katta sklad bor, mashinalarniki. Endi qaysidir kompaniyaning skladi Xargosda, qaysinikidir Qashqarda. U endi tovar qayerda turganligiga bog'liqda. O'zi elektromobil olib kelish uchun qaysi yo'l qulay? Hozir aytganimdek, sotuvchini ombori qaysi joyga bo'lsa, yaqinroq bo'lsa, shunaqa o'sha yo'l bilan olib kelsa bo'ladi. Ya'ni Xargosda ikkita avtomobil olib kelish kerak bo'ladigan bo'lsa ham, u yerdan misol bitta treylerga 8 ta ketadigan bo'lsa, ikkita siznikini ortadi, ikkita unisinikini ortadi, bitta bunisinikini ortadi, hammasini jamlab qaytib kelaveradi-da. Bir o'tgan yilimi o'sha bir eshitgandik, o'sha aynan elektromobil biznesi eng trendga chiqqan payt hamma shug'ullanib tashladi, ya'ni tish doktorlar ham elektromobil olib keldi. O'sha paytda o'sha Qozog'istondagi anaqa вообще o'chirib bo'lib ketgan deb eshitdim. Xargosda. Maymun biznes bo'lib ketdi deb. O'shanaqa maymun biznes bo'lib ketdi, o'shanda. U maymun biznesga biz amarlashgandik. Siz aytgancha o'zingiz Volkswagen olib keltirgansiz. Ha, u Volkswagen sotishga alohida zakaz bergandik 8 ta. Monza o'sha paytlar unda hammaniki tiqildi, keyin hammaniki ochilib ketdi. Kuniga narx tashladik-ku, kuniga. Da, shunday bo'ldi. Eshitgandim, 14 mingami, xullas pulni yechish uchun Monzani olib ketinglar deb pulni yechishimiz kerak. Oxiri shunaqa bo'ldi. Zarariga sotdik. Men ham zarariga sotdim. Hozir qanaqa o'zingizni qarashlaringiz bo'yicha avtomobil biznesi? Mening fikrim, avtomobil ichida yurganlar, qilib yurganlar yaxshi sotyapti, yaxshi ketyapti, lekin yangi kirmoqchi bo'lganlar, mana o'zimni tanishlarim xitoyliklar bu narsaga ko'p qiziqdi. Avtomobil olib kirdi ham. Xitoy, O'zbekiston. Xitoylik o'sha yaxshi avjiga chiqqan vaqtda olib kirdi. Endi shu sohaga kirmoqchi bo'ldi. Lekin ancha zarar bilan tugatdi. Lekin shu sohaning ichida yurganlar, nima deydi, zarar qilgan yo'q. Endi ularni klientskiy baza bor-da. Ular doimiy masalan kimdirga tavsiya qiladi, shu orqali ham kun ko'rib turishdi. Shunaqa. Lekin yangi kirayotganlar baribir menimcha qiynaladi. Katta pul bilan olib kirgandan keyin u tezroq oborot qilish kerak, u ustiga qo'ygan. Shunaqa bo'ladi. Nima 2025-yilda yana qaysi sohalar o'shanaqa maymun biznesga o'xshab ketib qolishi mumkin? Endi meni analizim bo'yicha, men bilganim bo'yicha, o'tgan yilda quyosh panel, nima muqobil energiyani o'rnini bosuvchi, misol quyosh panellar, quyosh isitish tizimlari, quyosh paneli ham endi уже eskirdi. U o'tgan yil, undan oldingi yil уже trendga chiqib bo'lgan. Hamma olib kirib, undan foyda qildi. Yaxshi eslar yonib ketdi. Demoqchi bo'lganimki, bu yilga menimcha quyosh suv isitgichlari trendda bo'lsa kerak. Quyosh suv isitgichlari. Uyda demak, o'sha qayerda foydalansa o'sha suv isitib beradi. Xuddi Aristonni o'rniga. Aristonni ekonom variantida quyosh energiyasi bilan suvni isitib beradigan. Bizda hali yo'q emas, bizda bor, lekin juda kam, ommalashmagan. Bu narsa Xitoyda juda ommalashgan. Почти hamma uyni tepasida ko'rasiz-da uni. Shahboz aka, juda ko'pchilik yosh boshlayotganlarda, o'sha tovar olib kelish endi boshlamoqchi bo'lganlar, endi qaraydi, Xitoyda aldavormasmikan degan qo'rquvlari bo'ladi-da. O'zingiz bir maslahatingiz katta pulga tushib qo'ymaslik uchun birdaniga masalan endi boshlayapti, katta pulga tushib qo'ymaslik. Nima tavsiya bera olasiz? Tavsiyamiz shu bo'ladiki, avval u topgan mahsulotini avvalambor
o'zi ko'zi bilan ko'rish kerak, ya'ni obrazets olib kelish kerak, namuna olish kerak bo'ladi. Misol avia orqali olib keltirib, bu narsani ko'rib, ko'zi bilan haqiqatdan shu xohlagan narsasini, talabiga javob beradimi, ana undan keyin zakaz bersa, puliga ham kuyib qolmaydi, keyin o'ziga yaxshi bo'ladi. Demak, kam miqdorda olib kelib, birinchi O'zbekistonga uni ko'rib, agar o'ziga yoqsa, sifati yoqadigan, narxi yoqsa, katta ob'yomda zakaz qilish kerak bo'ladi. Shunaqa qilish kerak. Keyin bitta savol, masalan deylik, savol tug'iladi. Masalan, obrazetsga bitta oldi, u sifat yaxshi bo'lib, keyin katta ob'yomda olganda sifat yomon bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri, bu gap ham jon bor. Unaqa holat kamdan kam bo'ladi, chunki Xitoydagi haqiqiy zavodlar ular uchun bu biza uchun katta tuyulgan ob'yom, ya'ni bir konteyner, 2 konteyner, 3 konteyner ular uchun hech narsa pul emas. Lekin bu narsa uchun ular o'zini otini tushirmaydi-da. Uni o'zini statusiga ta'sir qilib qoladi uchun ko'pchiligi sizga nima narsa berdi, o'sha bo'yicha qiladi. Agar demak, ularda reputatsiya bor, ha. Agar oddiy bozorchi bo'lsa, mana Yivudagi bozorga borasiz, u aldashi bir 50 ga 50 da. Juda ko'p holat bo'lgan bizda, ha. Mana bu narsadan kerak, mana shundan qilib berasan, ha bo'ldi deydi, hammasi yaxshi, zavodlarni berasiz. Vaqt o'tadi, yukni jo'natadi. Bu yoqqa kelgandan keyin umuman boshqa narsa. Ha. Men senga bundan zakaz qiluvdim-ku, mana bu yo'q, bunaqa bo'lsin devdim-ku deb aytsangiz, unga sana shundan zakaz qiluvdim. Hech narsa qilmaysiz keyin. Shunday. Ana aytganimda Xitoylik faqat Xitoylikdan qo'rqadi. Ha, keyin zavod bo'lsa, hali shu paytgacha birorta unaqa zavodni ko'rmadim. Ularning o'zining statusiga to'g'ri kelmaydi. Normalniy zavod, o'zini obro'siga ega bo'lgan zavod bo'lsa, ular unaqa ishni qilmaydi. O'zi savol kelib chiqadi, Yivul bozordan olish bir foydali tomonlari bormi? Begining tomoni. Bor, unda endi mayda narsalarni u yerdan olsa bo'ladi. Zavodga Yivul bilan ishlaydigan tadbirkorlar ob'yomni bir konteynerni Yivuldan olishmaydi-da. U yerdan ob'yom endi ishni boshlagan endi 4 korobka. Ha, shunaqa. Ular bir korobka bo'lsa ham beradi. Ha. Demak, katta ob'yomga chiqqan tadbirkorlar hammasi asosan to'g'ridan to'g'ri zavoddan olgisi keladi. Zavodning narxi boshqacha bo'ladi. Bunaqa 10 korobka narxi boshqa, misol uchun 1000 korobka bir konteyner olsangiz, unga narxi boshqa. Ana u paytda siz gapirasiz. Siz aytasiz. Narxni ham, boshqasini ham siz aytasiz. Sifatini ham siz talab qila olasiz. Shunaqa.